86ga, men yangi yilda 87ga kiraman. Biz mehnat bilan o'tganmiz. Bu dokument nima, boshqa nima bilmaganmiz buni. Shu bolalarim hammasi o'rniga keltirdi. Shular orqali hojilarga borib o'ynab kirib keldim. Xudoga ming qarra shukr. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF80-sonli farmoni Yozyovon tumani ijrosini ta'minlash maqsadida Yozyovon tumanidagi Cho'li Guliston MFda huquqiy mahalla konsepsiyasi amalga oshirish davomida Yozyovon tumani Cho'li Guliston MF Mirishkor ko'chasi 52-uyda yashovchi Jalilov Mahmurodxonning tug'ilganlik faktini belgilashga oid muammosi aniqlandi. Muammo yuzasidan ma'lumotlar o'rganilganda Jalilov Mahmurodxon tug'ilganlik fakti belgilash haj safarini amalga oshirish uchun zarurligi, biroq tug'ilganlik fakti belgilanmagani sababli haj safarini amalga oshirmayotganligi ma'lum bo'ldi. Murojaat yuzasidan ma'lumotlar aniqlanib, fuqaroning 1940-yil 1-fevralda Yozyovon tumanida tug'ilganlik faktiga oid hujjatlar aniqlanib, fuqarolik ishlari bo'yicha Marg'ilon tumanlari sudiga tug'ilganlik faktini, vaqtini belgilashlik yuzasidan ariza kiritildi. Fuqarolik ishlar Marg'ilon tumanlari sudining 2025-yil 14-oktyabrdagi hal qiluv qaroriga asosan Jalilov Mahmurodxon Yozyovon tumani Cho'li Guliston MFda 1940-yil 1-fevraldagi tug'ilganlik faktini belgilash yuzasidan sud hujjat qaror qabul qilishiga erishildi. Bundan tashqari fuqaro tomonidan chetga chiqish pasport rasmiylashtirildi. Bu orqali fuqaroning azaliy orzularidan biri bo'lgan haj safarini amalga oshirish ishlariga Yozyovon tuman adliya bo'limi o'zining hissasini qo'shdi.